Muhriddin aka, yo'qolgan tish qatorlarini to'ldirishda eng to'g'ri yechim implant yoki koronka? Qaysi birini maslahat berasiz? Tish yo'qotilganda eng yaxshi yechim bu implant hisoblanadi. Chunki bitta tish yo'qotganimizda buni to'ldirish uchun koronkalardan foydalanadigan bo'lsak, yonidagi ikkita tishni biz qurbon qilishimizga to'g'ri keladi. Ya'ni charxlab 3 ta tish qo'yishimizga to'g'ri keladi bitta yo'qotilgan tish o'rni uchun. Demak, bizga implant qo'yilganda esa o'sha o'rniga bitta dona implant qo'yiladi hamda uning ustiga koronka qo'yib yuborishimiz mumkin. Bizga implantning afzalliklari o'sha ikkita yon tarafdagi tishlarni bizga sog'lom qolishda ishtirok etadi. Hamda biz bilamizki, tish yo'qotilgan sohada suyak atrofiyasi, ya'ni hajmning kichrayishi yuzaga kelishi mumkin. Implantda esa hech qanaqa atrofiya bo'lmaydi, suyakni o'zida saqlab qoladi. Baquvvatligi bo'yicha ham bir umrga yetishi mumkin. Shuning uchun implant tavsiya qilinadi. Narxi bo'yicha keladigan bo'lsak, 3 ta koronkani o'rniga bitta implant narxi ham bir-biriga to'g'ri kelib qoladi baribir. Shuning uchun implant qo'ydirganingiz ma'qul.